Assalomu alaykum azizlar. Bugundan boshlab sizlarga ruhiy salomatlik mavzusida sizlardan kelib tushayotgan savollar asosida yaqinroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Ya'ni bugungi kunda tana kasalliklari kabi ruhiy kasalliklar soni ham kundan kunga ortib bormoqda. Demak, biz o'z-o'zidan ruhiy salomatlik nima, uni qanday asrash kerak, ruhiy salomatlik bilan qaysi mutaxassislar shug'ullanadi, hayot sifati tushganda, oilaviy janjallar bo'lganda qaysi mutaxassisga boriladi, psixologgami, psixiatrgami? Mana shu kabi savollar va shunga o'xshash muammolar ko'pligi uchun biz mana shunday savol-javob ko'rinishida bir suhbat qilishga harakat qildik. Bu suhbatlarni Ruhiy salomatlik markazi asoschilaridan biri men, doktor Gavhar Darvish, 20 yillik mutaxassis, psixiatr, psixoterapevt hamda narkolog bo'lib faoliyat yuritaman va Ruhiy salomatlik markazimiz eksperti, psixiatr, bolalar va kattalar psixiatri hamda psixoterapevt Azizbek Mirzahmat o'g'li bilan sizlardan kelayotgan savollarga javob berishimiz mumkin. Agar mana shu suhbatimiz davomida sizda qandaydir savollar tug'iladigan bo'lsa, albatta izohlarda yozib qoldiring. Biz sizlarning savollaringizga imkon qadar javob berishga harakat qilamiz. Oxirgi paytda juda ham ko'p eshitayotgan savolimiz, Azizbek, mana nimaga oldin ruhiy kasalliklar haqida eshitmasdik? Hozirgi kunda ruhiy kasalliklar ko'payib ketyapti yoki o'sha yosh kattaroq avloddan eshitadigan gaplarimiz biz davrimizda bo'lmagan bunaqa depressiyalar yoki shunga o'xshagan kasalliklar bo'lmagan. Nimaga hozir ko'p degan bir fikrlarni ora-orada eshitib qolamiz. Keling shularga va umuman ruhiy kasalliklar nima o'zi, biz qanaqa mutaxassismiz, shular haqida batafsil aytsak. Bu savol ko'p beriladi. Ko'p joylarda suhbatlarda ham bemorlar o'zlari ham bevosita so'rashadi. Bunga ko'pgina omillar ta'siri bor. Ya'ni birinchidan oldin suhbatlarda aytib o'tgandek, psixiatriya soha o'zi yangi, lekin bemorlar qadimdan bor. Buni Gerodotni tarix asarlarida ham ba'zi tarixiy shaxslarni xususiyati haqida gapirganingizda ularni ruhan buzilishi yoki og'ishi kasalligi borligini ko'rasiz. Soha o'zi yangi. Bunga sabab ruhiyatda bo'layotgan o'zgarishlar odatan instrumental apparatlarda ko'rinmaganligi uchun. Bu birinchi tomoni. Ikkinchi tomoni, vaqt o'tgan sari bu massiv informatsiya borgan sari moddiy olamda insonga ta'sirini oshirib borishi, insonlar o'rtasidagi munosabatlarni oldingidanda ko'ra boshqacha holatlarga kelish, endi bu tashqi ta'sir asosida bo'layotgan ruhiy buzilish yoki ruhiy o'zgarishlarni sonini keskin oshirib boradi. Mana shu omillar yig'ilganligi uchun hozirgi kunda ko'payib boryapti. Va bunga qo'shimcha ravishda ruhiyatida o'zgarish bo'lgan odamlarga yordam berish bevosita o'zini maxsus mutaxassislari orqali amalga oshmaganligi uchun bu bemorlarni uzoq vaqt davomida bemor bo'lib yurishini ko'payishi ham xuddi kasallik oshib ketgandek tuyuladi. Mana shu mnogo faktorlilik ta'sirida hozirda shu holat yuzaga kelgan. Qachonki buni o'zining mutaxassislari ko'rib, to'g'ri yondashib va to'g'ri davolansa, menimcha bu kasallik ular o'ylaganchalik ko'payib ketmagan. Qadimda biz o'sha ota-bobolarimiz davrida mana kattalardan eshitayotgan ko'p gapim, yuragi tushishi, bosh og'rig'i, bosh aylanishi, ko'z tegibdi. Mana shularning tegida ham ko'pincha ruhiy kasalliklar bo'lgan. Lekin psixiatr emas, o'sha kinnachiga yoki o'sha baxshiga yoki shunga o'xshash bir mutaxassislarga murojaatlar hali menimcha haligacha shu holatlar bor va ko'pincha ruhiy salomatlik, ruhiy kasalliklar deganda insonlar faqat o'sha og'ir shizofreniyaga o'xshash holatlarni ruhiy kasallik va qolgan hamma holatlar kardiologniki, nevrologniki, psixologniki deb o'ylashadi. Ya'ni bu ham bir omil bo'lsa ajabmas va menimcha yana o'sha nima deydi, tashxislanish borgan sari yo'lga qo'yilayotganligi, ya'ni ilgari tashxislanmagan, ilgari masalan statistika hozirgidek nima deydi, ochiq ravshan bo'lmagan va shuni hisobiga ham go'yoki ko'payayotgandek bo'lishi mumkin. Endi bundan tashqari masalan bizda xalqimiz ancha boshqa meditsina sohalari yaxshi rivojlandi-da. Masalan, tishingiz og'risa bilasiz, aniq stomatologga borasiz. Yuragingiz og'risa bilasiz, aniq kardiologga borasiz. Hatto o'pkada muammo bo'lsa pulmonologga borish kerakligini ham bilishadi. Lekin xavotir bo'lsa yoki o'sha kayfiyatsizlik bo'lsa yoki oilada janjallar bo'lsa
yoki mana ko'p masalan bizni kasalliklarimiz kardionevroz bilan kardiologda yurishi yoki o'sha havo yetishmasi bu pulmonologni kasalligi deb yillab oylab o'tkazib yuboradigan holatlar ham bo'ladida va mana shu ham aslida ruhiy kasallik deb o'ylamasligidan deb o'ylayman. Ya'ni boshqa soha mutaxassisliklarida ham bizni kasallarimizni yillab qolib ketishi ham bir hozirgi kunda biz tashxislayotganimiz uchun yana bir marta ko'payganlik hissini berayotgan bo'lsa ajab emas. Bu ham ta'sir bo'ladi. O'zi mana ruhiy kasalliklar mutaxassislari kimlar ular? Shular haqida ma'lumot bersak. O'zi odatan tibbiyot bor. Tibbiyotni qiladigan ishi bemorga yordam berish. Bu xoh erta tashxislash bo'lsin, tashxis qo'yish bo'lsin, davolash jarayoni bo'lsin, hattoki yo'qotilgan vazifani tiklash, reabilitatsiya bo'lsin, hattoki aholini sog'lomlashtirish ishlari bo'lsin, sog'lom insonlar bilan ishlash. Buni hammasini tibbiyot qiladi. Shu tibbiyotning ichida asab tizimiga oid bo'lgan 3 tagina mutaxassislik bor. Bu nevrologiya, neyroxirurgiya va psixiatriya. Neyroxirurgiya jarrohlik amaliyot bilan sizga yordam beradi. Nevrologiya bosh miya to'qimasi va orqa miyada bo'layotgan nervlar shoxida bo'layotgan o'zgarishlar, kasalliklarni dori-darmonlar va fiziodavolar orqali yordam beradi. Ana endi ruhiyatda bo'layotgan o'zgarishlar, aniqrog'i tekshirilganda ham topilmayotgan ruhiyatda bo'lgan o'zgarishlarni psixiatrlar tomonidan yordam beriladi. Ya'ni boyagida erta tashxislash, tashxis qo'yish, davolash, reabilitatsiya qilib hayotga qaytarish, hattoki sog'lom insonlarda ruhiy salomatlikni saqlash ishlarini amalga oshiradi. Boshqa sohalar ham tibbiyot rivojlangani sari mayda-mayda bo'laklarga bo'linib ketgani kabi psixiatriya ham sekin-asta mayda-mayda bo'laklarga bo'linyapti. Shulardan misol uchun bittasi bu psixoterapiya. Asosan oddiy qilib aytganda xalq tilida faqat suhbat bilan davolaydigan doktorlar. Bularni endi o'zini kontingenti, o'zini bemorlar shug'ullanadigan ishlari bor va boya gapimizni boshida aytib o'tganimizdek, yurak aniq kardiologga, o'pka aniq pulmonologga, me'da-ichak trakti aniq gastroenterologga. Psixiatrda, ya'ni ruhiyatda bo'layotgan o'zgarishni o'zi mavhumligi, uni tashxis qo'yishni o'zi qiyinligi va ana endi bemor uni meni ruhiyatimda o'zgarish bo'lyapti shekilli deb turib, uni mutaxassisni topishni o'zi qiyinligi bu bemorlarni bevosita psixoterapevtlar bilan to'qnash kelishi juda ham kam bo'ladi. Amaliy qilib aytadigan bo'lsak, misol uchun kamdan kam amaliy ko'rganmiz, bemorlar bevosita psixoterapevtga birinchi bo'lib bizga kelgan. Bir sumka tekshiruv qog'ozlar, MRT, MSKT, UZI, qon, gormon analizlar, bir sumka dorilar har xil mutaxassislardan olgan, iloji bo'lmadi va bizni yaxshi nervpatologga boring yoki silliqroq qilib aytganda neyropsixologga boring deb aytishdi deb kelishadi. Bu psixoterapiya ham, lekin o'zi asli psixoterapevtlar ham o'zi asli shu psixiatriya, ruhiy kasalliklar sohasidan kelib chiqqan soha. O'shanga o'zi asli murojaat qilish kerak. Ya'ni psixoterapevt bu vrach, Toshkent meditsina institutini tugatgan va shu bilan birga psixiatrlar ham bular vrach va tibbiy psixologlar ham bular asosan o'sha hozir tibbiy psixologiya va psixoterapiya bitta shifrda, ya'ni ikkalasi ham shifokorlar. Endi bundan tashqari klinik psixolog bor va psixologiyaning boshqa sohalari ham bor. Ko'pincha mana bizga murojaat qiladiganlar mutaxassis tanlashda ham adashishadi yoki o'sha yillar davomida psixolog qabulida yoki yillar davomida boshqa mutaxassislarda yurgan holatlar ham bo'ladi. Shu yerda ham mana psixolog haqida qisqacha aytib ketsak. Endi qarang, psixologning o'zi, ya'ni hammamizga ma'lumki, tibbiyot sohasining ichidagi insonlarga ma'lumki, psixologiya pedagogikani ichidan chiqib keladi. Albatta, u ham inson ruhiyati bo'yicha ishlaydi. U o'zlarining mezonlari, asoslari bor va psixiatriya, tibbiy psixologiya, psixoterapiya sohalari bor, tibbiyotning ichidan kelib chiqqan. Endi shu yerda ozgina nozik joyi borki, bemorning sog'lig'i bilan bog'liq. Ruhiyatda bo'layotgan o'zgarish, uni xuddi tanasidagi kasallik kabi o'zgarish holatiga olib kelayotgan paytda bu yerda tibbiyot sohasidan chiqib kelgan mutaxassisga murojaat qilish kerak. Qachonki hech qanday asoratsiz ruhiyatda bo'layotgan o'zgarishlar, ruhiy jarayonlarni keskin buzilishga olib kelmaydigan holat bo'lgandagina psixologga borsa bo'ladi. Juda ham ko'p beriladigan savollardan biri, qachon psixologga borish kerak, qachon shifokor psixoterapevtga borish kerak degan savollar bo'ladi. Qabulimizda ham shunaqa ayollar juda ko'p kelishadi.
7 yil 8 yillab psixoterapiya oldim psixologdan, lekin ahvolim o'zgarmadi, mana oxiri sizga borishimni aytishdi deb keladigan holatlar ko'p. Va haqiqatan biz o'sha yerda bemor bilan gaplashib uni ruhiy holatini baholaydigan bo'lsak, u yerda biz kasallik aniqlaymiz. Ya'ni masalan qachon psixolog, qachon vrach. Psixolog bu ko'proq masalan sog'lom inson ruhiyati bilan ishlaydi. Deylik, bitta ruhiy sferada muammo bor. Masalan, o'sha sezgisida yoki idrokida yoki tafakkurida va yoki oddiy masalan maqsad qo'ya olmayapti, kun tartibini tuza olmayapti yoki ish samaradorligi pasayib ketgan, kun tartibida qiynalyapti. Shunga o'xshagan bitta sferani, tor doiradagi sferani muammolari bo'lsa va bu psixologga borgandan keyin ahvoli yaxshilansa, ishini o'nglay olsa, ish samaradorligi oshsa, u yerda endi aynan o'sha pedagogik psixolog yoki konsultant yoki oilaviy psixologning ishi ko'proq samara berganini ko'rishimiz mumkin. Lekin shunaqa holatlar bo'ladiki, ko'p yillar davomida ishlanadi. Bizga bemor kelgandan keyin ko'rsak, u yerda nafaqat maqsad qo'ya olmaslik, balki sezgisida, xotirasida, diqqatida, tafakkurida, intellektual qobiliyatlarida ham muammolar borligini. Ya'ni bu bir necha sferadagi patologiyalar bu aynan o'sha sindromologik tashxis qo'yishimizga va bu yerda endi psixologik emas, balki psixoterapevtik va psixiatrik yordamga bemorni muhtoj ekanligi. Chunki kasallik bilan normani o'rtasidagi chegarani tibbiy ma'lumotga ega bo'lgan mutaxassis qo'ygani yaxshiroq. Va ko'p o'sha psixologlar bilan ishlaganda ham aytaman, bir marta vrachga yuborib ko'ring bemoringizni. Agar vrach sog'lom desa, bemalol davom ettiraverasiz. Lekin siz masalan bemorni vaqtini ketkazayotgan bo'lsangiz yoki o'sha naqdi ketyapti, vaqti bilan birgalikda va borgan sari kasallik vaqtida aniqlanmasa salomatligi yomonlashib ketadi. Ya'ni biz shifokorlarga qancha erta tashxis qo'ysak, shuncha davolash imkoniyati oshadi. Shuning uchun men nima deydi, chegara shu yerda deb bilaman. Misol uchun qarang, bemor keladi, uxlolmayman, ta'sirchanman, asabiyman. Oldin asabiylashtirmagan narsa bugun asabiylashtirishni boshladi. Oldin ishimga qiziqish bilan borardim, hozir ishimga zo'rg'a boradigan bo'ldim. Uxlayman, lekin uxlagandek bo'lmayman yoki miyam uxlamaydi deb kelgan. Bu yerda men faqat bemorni aniqlang deyishdan sal yiroqman. Sababi o'sha bemor misol uchun psixologga borgan, bir qancha seans olgan, kurslar sotib olgan, ustida ishlashni boshlagan, avtopsixoterapiya qilishni boshlagan. Lekin natija bo'lmagan. Men bu yerda aytamanki, mutaxassisning ham ishi bor bu yerda. Nima uchun siz kardiologga borsangiz, kardiolog yurak sohada og'riq bo'lsa-da, kardiolog aytishi mumkin sizga bizdan hammasi yaxshi, yurak sohada og'riq bo'lsa ham, yo u nervlardan yoki o'pkadan bo'lishi mumkin deydi. Ya'ni mutaxassis aniqlaydi. Siz ikkinchi mutaxassisga borasiz, u mutaxassis aytadi bizdan emasmiz degandan keyin sizni sekin ruhiyat bo'yicha ishlaydigan shifokorga yo'naltiradi. Xuddi shu ishni mutaxassis psixolog ham qilish kerak deyman. Ya'ni uni qancha unga motivatsiyalar, to'g'ri yo'llar, ratsional ishlashlar o'rgatgani bilan bemorda amaliy jihatdan natija bermayotganda ko'rinib turgan muammolarda emas, balki bu aysbergning tepasi bo'lib turib, uni pastida ruhiy kasallik turganmikin deb buni birinchi o'rinda mutaxassis psixolog ham bilish kerak degan fikrdaman. Va aytish kerakki, siz bilan men hamma mijozlarim qatori ishlayapman, lekin sizda men sezilarli natija ko'rmadim deyish kerak. Va o'sha mutaxassisni o'zi yo'naltirish kerak degan fikrdaman. Misol uchun hattoki bizga kelsa, agar ruhiyatida bo'lmasa, o'zgarish tanasida bo'lsa, men albatta aytaman, siz albatta instrumental tekshiruvlardan o'ting. Yoki psixologga boring, bizdan ruhiyatingizdan qo'rqmang, og'ir ruhiy kasal emassiz. Bemorni ikkinchi asosiy yo'naltiradigan narsa bu mutaxassis hisoblanadi. Boyagi bemorga keladigan bo'lsak, u bemorda haqiqiy endogen depressiya boshlangan bo'lgan. Va endogen depressiyani boshlanishi sababsiz bo'ladi. Va endogen depressiyani bilasiz, davosi faqat tirisiklik yoki kuchliroq antidepressantlar bilan bor. Dori ichdi, bemor 3 kunda o'ziga keldi. Kayfiyatim ochildi, hammasi yaxshi bo'lib qoldi deydi. Va o'sha bemorda kuzatadigan narsangizdan bitta narsa shuki, bemorga aytsangiz ham, o'sha uy, o'sha oila, o'sha bolalar, o'sha ish, o'sha munosabatlar. Uni faqat u narsani idrok qiladigan miyada muammo bor xolos. Ular atrofi o'zgarmagan. Va o'sha idrokdagi bo'layotgan muammoni, emotsional sferada bo'layotgan o'zgarishni siz
bemor vnevoli bemorni irodasiga bog'liq bo'lmagan paytda undan so'rashlik, endi bu misol uchun tan olish kerak, bu mutaxassislik jihatdan ham xunuk holat. Unga berasiz, antidepressant ichadi, serotonin chiqadi, oldingida idrok qilishni boshlaydi. Baxtiyor oilasi borligi, ishi borligini va unga tug'ilayotgan qiyinchiliklar uni faqat hissiy sferasida ekanligini tushunadi xolos. Va bizda hozir xalqimiz orasida shunaqaki, reklama qayerda bo'lsa, ya'ni qaysi mutaxassis ijtimoiy tarmoqlarda bor va uni obunachilar soni ko'p va konsultatsiya narxi qancha qimmat bo'lsa, shuncha zo'r mutaxassis ekan degan fikr tug'ilyapti. Ko'p eshitamiz, chunki bizga ham kelishadi. Sizda konsultatsiya arzon ekan deyishadi. Sizga navbatga tezroq yozildik deyishadi. Konsultatsiya narxi arzon ekan deyishadi. Avval shubhalandim, lekin sarafanli radio, ya'ni boshqalardan ham eshitib keldik degan holatlar ham bo'ladi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, konsultatsiya narxi qimmat bo'lishi yoki obunachilar sonini ko'p bo'lishi yoki o'sha mutaxassisning o'zi haqida berayotgan ma'lumotlari har doim ham haqiqat bo'lmasligi mumkin. Haqiqiy mutaxassislar, mana bizda shunaqa ustozlarimiz bor, ular hatto ijtimoiy tarmoqlarda yo'q. Lekin ularni ishini samaradorligi, ular davolayotgan bemorlarni yaxshilanayotganligi, hayotga qaytayotganligini biz bilamiz va ularga kelayotgan bemorlar, ularga murojaat qilayotgan insonlar biladi va mana shu sarafan marketing kimdir ilgari yaxshi bo'lgan bir-biridan eshitib keladigan holatlar bor. Shuning uchun xalqimiz uchun juda ham muhim soxta va haqiqiy mutaxassislarni ajratib olish bu hozirgi kunda ayniqsa juda ham muhim deb o'ylayman. Nimalarga qarashimiz mumkin o'zi bunaqa paytda? Birinchidan diplomi, ya'ni haqiqatdan qaysidir oliy ta'lim muassasasini tugatganligi haqida. Chunki hozirgi kunda o'ziga juda ham uzun mutaxassisliklarni qo'yib olganlarni ko'ramizda. Gipnoterapevt deydi, yana nimadir deydi va u yerda asosan sertifikatdagi ma'lumotlar yoziladi. Keyin haqiqatdan ish staji, ya'ni necha yildan beri ishlayapti, qayerlarda ishlagan, masalan, ustozlari kim, bu ham muhim ma'lumot hisoblanadi va albatta shu bilan birga real natijalar, haqiqatdan boshqalardan so'raganingizda real natijalar bormi? Endi ba'zida internetda feedbacklar, odzivlar deb qo'yishadi. U 100 tadan bitta bo'lishi mumkin, masalan 99 ta bemor tuzalmasdan bittasini natijasini qo'yish holatlari ham marketologlar bilan bir to'qnashganda shunaqa holatlarni ko'rganmiz. Shuning uchun hozir xalqimizga bizning maqsadimiz ham shu haqiqiy holatlarni, ruhiyatdagi muammolarni asl holicha yetkazish, haqiqiy va shu o'zini sohasini ustasi bo'lgan mutaxassislarni olib chiqish va ulardan ruhiy salomatlikni yaxshilashga bo'lgan to'g'ri maslahatlarni siz azizlarga yetkazish. Bir ayol kelganlar, yillar davomida shu 7-8 yil bo'lgan, uylari sotilgan, konsultatsiyalar olgan psixologdan juda ko'p vaqt davomida juda katta summa evaziga konsultatsiya va terapiyalar olgan, lekin natija bo'lmagandan keyin oxirida psixolog aytganki, siz ishlamayapsiz, faqat men ishlayapman, siz ishlamayapsiz va shunga natija bo'lmayapti. Ya'ni sizni holatingiz kuchliroq, mana shu psixiatrga borib ko'ring deb bizga jo'natgan holatlari ham bo'lgan. Endi u ayol birinchidan depressiya holati kuzatilgan, unda yillar o'tgandan keyin kasallik qancha davom etsa, rezistentlik shuncha kuchayadi. Ya'ni dorilar yordam berish qiyinlashadi. Oddiy nevrotik depressiya bo'lsa, terapiya yordam bermasligi mumkin. Shuning uchun psixologga agar 6 oydan uzoq qatnayotgan bo'lsangiz, masalan, olsak bo'ladimi shu bir 6 oy deb turib, 6 oydan uzoq qatnayotgan bo'lsangiz, agar sizda natija bo'lmayotgan bo'lsa, shifokor, psixiatr yoki psixoterapevtga murojaat qilish sizni oldingizdagi eng to'g'ri yo'l bo'ladi menimcha. Xullas, qabulimizga bir ayol kelganlar, ularni aytishlari bo'yicha hozirgi holatlarida juda ko'p psixologlarga borgan, lekin asosan bitta psixolog bilan ishlaganligi natijasida psixolog aytganki, sani naslingda o'sha rodovoy nimadir bor. Ya'ni sen to ering bilan ajrashmas ekansan, sani qizlaringning taqdiri qaytariladi. Ya'ni sani taqdiringni qizlaring yashab o'tadi. Buni birdan bir yo'li sani ajrashing kerak degan o'sha maslahatni bergan va albatta bu tekin maslahat bo'lmagan, qanchadir pullar evaziga va haligi ayol eri bilan janjal qilib, yo'q, men qizlarim baxtli bo'lishini xohlayman deb hayotini o'sha bitta psixologning maslahatiga ko'ra buzib yuborgan holat. Va o'sha ayol bizga kelganda ko'ryapmiz, u yillar davomida ruhiy kasallikdan azob chekkan shunchaki u o'ylagan narsa, men
ajrashsam, men ketsam, ahvolim yaxshilanadi deb o'ylagan. Lekin haligi psixolog bergan maslahat u ajrashgandan keyin ham hech narsa o'zgarmagan. Ikkinchi turmushga chiqqan va yana shu narsa takrorlanyapti. Demak, insonning ruhiyatida muammo va bu shaxsga emas, ko'proq o'ziga bog'liq bo'lgan, o'zini ustida ishlasa, muammolarni to'g'rilasa va vrach bilan terapiya, ya'ni dorilar bilan davolagandan keyin o'tib ketadigan holat edi xolos. Va bunaqa misollar bizda juda ham ko'p. Sizda ham bormi shunaqa holatlar? Ha, endi bunaqa holatlar tez-tez qayta oxirgi paytlarda bunaqa holatlarda tez-tez guvohi bo'lib qolish kuzatilyapti. Misol uchun kam uchraydigan kasalliklardan bittasi, misol uchun anoreksik sindrom. Ya'ni ovqat yeyish, ozish uchun ovqat kam iste'mol qilishni boshlaydi, keyin sekin-asta bu ozish organizmga salbiy ta'sir etishiga qaramasdan turib, ovqatlana olmaslik holati yuzaga keladi. Bu holat shu darajaga yetganki, sekin-asta tanadagi a'zolarda buzilish boshlangan. Bu narsani hech kim ruhiy kasallik deb o'ylamagan, keyin oxiri maqsad qilishganki, psixologga borishgan. Qanchadir muddat borishgan, ahvoli yaxshi bo'lmagan, keyin kardiolog, tanani kasalliklarini davolaydigan shifokorga borishgan. Ular hech qanday o'zgarish yo'q, psixiatrga boring deyishgan ochiqchasiga. Ular psixiatrga borishmaganda mashhurroq psixologga borishgan. U odam bir seans o'tkazgan, bemor o'sha joyda o'zida ovqat yeb, yaxshi bo'lib, zo'r bo'lib ketgan. Bemorda yaqin aytayapti-ku, nima qildi? Gipnozlab qo'ydim, kindalab qo'ydim, sehrlab qo'ydim, nima qildi? Yaxshi bo'ldi, Xudoga shukr. Yechimi shu ekan, boyaga opaning bitta suhbatida yaxshi bo'lar ekan. Bemor qaytib kelgan, ertasi kuni yana shu ahvol. Yana qayta borishgan, endi konsultatsiya qimmatliligi uchun keyin ikkinchi marta zo'rg'a kirishgan. Yana ahvoli yaxshi, yana ovqat yeydi, bu yerda nima bo'lyapti tushunmayman dedi. Qizimdan so'rayman, qizim nima bo'lyapti, nima deyapti, yo dori ichdingmi? Nimaga sen boshqacha bo'lib qolasan? Yana qaytib chiqib ketyapti. Va aylanibki, oxiri ular taqdirga tan berib psixiatrga bordi. Anoreksik sindrom, tagida endagan kasallik, neyroleptiklar bilan davolashni boshlayapmiz. Bemor ovqatga tushib ketdi. Ovqatga tushib ketdi, hozir ham yashab yuribdi, oilasi bor. Mana shu paytda misol uchun o'sha mutaxassis bo'lmagan inson uchun tanlov shu psixolog boshqami farqi yo'q. Uni bitta amaliylik mezonigina ajratadi xolos. Amaliy jihatdan effekt beradi. Yoki shifokorga borsangiz, hattoki amaliy jihatdan yaxshi bo'lmaydigan bo'lsa, o'shani ham aytadi shifokor. Amaliy jihatdan bu endi yaxshi bo'lishi qiyin deb aytadi. O'sha amaliylik, o'sha psixologga borgan paytda aytishganki, bo'ldi, mana ovqatlandi, bo'ldi, yaxshi bo'lib ketdi degan. Amaliy natija yo'q-ku. Mana shu narsani o'zi ham ko'rsatadiki, kimga murojaat qilish kerakligini. Yana bitta mana shu muhim narsa, mana bizning kuzatuvchilarimizga ham qiziq bo'lsa kerak, bu biz mana o'smirlar bilan ishlaymiz, bolalar va o'smirlar psixiatri sifatida. O'smirlardagi juda ham ko'p ruhiy holatlarni, ruhiy kasalliklarni ota-onaga aytganimizda, ota-ona tomonidan uni qabul qilmaslik holatlari ham juda ham ko'pda. Ya'ni tushunmaslik, qabul qilmaslik, mani bolam bunaqa bo'lishi mumkin emas degan, nima deydi? Haqiqatni qabul qila olmaslik va anglamaslik holatlari ham juda ham ko'p bo'ladi, chunki ota-onalarni bu holatda tushunamiz, chunki biz ham farzandlarimiz bor, ya'ni farzandi haqidagi qandaydir farzandingizda shunaqa ruhiy kasallik bor degan ma'lumot ota-onaga birinchidan og'ir keladi. Lekin sog'lom ota-onada shu ma'lumotni qabul qilish bosqichlari birinchi rad etadi, keyin sekin o'zi izlanib ko'radi va oxirida shu bolamda, qizimda yoki o'g'limda shu holat bor bo'lsa kerak balki degan bir qarorga kelishi normal ota-onada bo'ladi. Lekin ba'zi ota-onalar bilan necha marta ishlasak ham shu yo'q deydi, mani bolam kasal emas degan holat bo'ladi. Shunaqa holatlarda nimalar tavsiyalar bersak bo'ladi ota-onalarga? Ya'ni masalan, bizga ham yaxshi-ku bolani kasal bo'lmasligi, hamma ota-onaga aytsak, bolangiz sog'lom, bolangiz aqlli, bolangiz ruhiy salomatligida muammo yo'q deb. Lekin afsuski unday emas. Haqiqat shunaqaki, bolalarda borgan sari ruhiy muammolar, ruhiy kasalliklar ko'payib ketyapti. Gadjetga qaramlik, narkotikga qaramlik yoki o'sha depressiyalar yoki o'sha autizm deymiz yoki og'ir ruhiy kasalliklar, bular hammasi kasallik bo'lgandan keyin biz ota-onaga bu haqda xabar beramiz. Lekin ota-ona har doim ham bu ma'lumotni
qabul qilgisi kelmaydi. Sizda ham bo'lib turadimi shunaqa qabulingizda holatlar? Qabulda bo'lib turadi. Psixiatriyada kasalliklar 3 ta katta guruhga bo'linadi. Haqiqiy endogen og'ir ruhiy kasalliklar, tashqi omil ta'sirida yuzaga kelgan ruhiy buzilishlar va chegaraviy holatlar. Ya'ni bir qarasangiz normal, bir qarasangiz kasal. Bunga ko'proq psixoterapiya kerak. Tashqi omil ta'sirida bo'lgan o'zgarishlarga tashqi olam bilan ishlashda ham psixoterapiya ham dori kerak. Endogen ruhiy kasalliklarga dori-darmon kerak. Birinchi o'rinda ularda hattoki psixoterapiya qilinmaydi boshida, o'tkir vasasida. Men birinchi aytadigan narsam o'sha ota-onalarga tashxisni tushunmay yo qabul qilmay yoki noto'g'ri tushunsa, ikkita narsani tavsiya qilaman. Birinchisi, tashxis bu bemorga yordam berish yo'li. Siz uni qancha yashirib, yengilroq qilib boshqa tomonga surganingiz sari siz bemorga xuddi shunday teskari yashirib yordam berayotgan bo'lasiz. Inkosida og'ir ruhiy kasallik bir kuni hamma biladigan darajadagi ruhiy kasallikka aylanadi. Uni bilganda keyin yordam berish qiyin, chunki ruhiy kasalliklarda og'ir turlari xuddi boshqa kasalliklarga o'xshab rivojlanish davri, avj olish davri va asoratlangan davri bor. Appendisit og'riq berishni boshladi, 3 kun ichida operatsiya qildirmasangiz, asorat beradi, peritonit beradi. Endi u peritonit bo'lib asorat bergandan keyin bemorni yashamaslik foizi keskin tushib ketadi. Xuddi shunday tashxisni siz qanchalik erta tan olsangiz, shuncha yaxshi. Bu birinchidan. Endi ikkinchidan, men aytaman, tashxisni bildingiz, tashxisni tushundingiz. Qarasangiz, endogen og'ir ruhiy kasallik qo'yildi. Lekin bu kasallik endi nima qiladi, yaxshi bo'ladimi desa, ikkinchi aytadigan tavsiyam shuki, qaysi tomondan qarashga qarab. Agar siz buni butunlay olib tashlayman desangiz, uni iloji yo'q. Lekin shu tashxis bilan hayotga moslashtirib maksimal foydalanaman desangiz, bunda qo'rqmasa bo'ladi. Yaxshi bo'lish, mana psixiatriya o'zi bir uchi falsafaga borib taqalib qoladi. Yaxshi bo'lish tushunchasi ham nisbiyroq narsa. Sahri bor inson, qandli diabet, insulin oladi. Shu odam tuzalgan hisoblanadi. Tuzalgan hisoblanmaydi qaysidir ma'noda. U har doim insulin olmasa ahvoli og'irlashadi-ku. Lekin o'sha inson insulinni kerakli dozada olib yursa sog'lom odamdek yashaydi. Bir qarasangiz sog'lom, bir qarasangiz kasal. Ruhiy holatlarda ham tashxisni aniqlaganingizdan keyin ikkinchi qilinadigan ish og'ir ruhiy kasalliklarda uni moslashtirsangiz, bu sog'lom. Moslashtirmasangiz og'ir. Yo'q, menga tashxisni o'zini olib tashlaylar desa, bu xato yo'l. Bemorga yordam berishning xato yo'li. Shunaqa tavsiya berganimizda odatda 80-90% ota-ona to'g'ri tushunadi. Ba'zilarga sal vaqt kerak bo'ladi. Buni ustozlardan ko'rganmiz. Tashxisni tan olmasa, boshqa mutaxassislardan maslahat oling deymiz. Ustozlarimizdan bir kalla, ikkita kalla mahalla boring deymiz. Shu bilan vaqt o'tib tashxisni bilishadi va qancha tashxisni erta bilish, shuncha bemorga yordam berishga yordam beradi. Telegram kanalga savol kelibdi-da. Stress ta'sirida ruhiy kasal bo'lib qolish mumkinmi? Yoki bosh miya jarohatidan og'ir ruhiy kasal bo'lib qolish mumkinmi deb savol kelibdi-da. Boya 3 ta gruppaga ajratganimizda stress ta'sirida oddiy qilib aytganda nevrotik tipdagi buzilish bo'lishi mumkin. Ya'ni bu oddiy qilib aytganda bemorni to'liq hayotiy faoliyatidan chekkaga olib chiqib tashlamaydigan darajada bemor qilishi mumkin. Ya'ni psixozga olib bormasligi mumkin. Ya'ni buni yanada oddiyroq qilib aytadigan bo'lsak, og'ir ruhiy kasalda nimada ko'rasiz? Tashqi ko'rinishi noadekvat, yurishida, xulq-atvorida, xatti-harakatlarida, gap so'zida ko'rasiz. Va hamma sferada o'zgarish bo'ladi. Bu og'ir ruhiy, buni hamma biladi. Lekin stress ta'sirida og'ir ruhiy kasal bo'lishi mumkinmi? Yo'q. Og'ir stress ta'sirida og'ir ruhiy kasal bo'lmaydi. Lekin nevrozning og'ir holati og'ir ruhiy kasallikka o'xshab ko'rinishi mumkin. Misol uchun, konversion sudurgilar berib olishi mumkin, konversion paralizlar berib olishi mumkin. Bular to'g'ri, orqaga qaytadigan jarayon. Lekin biz mutaxassis sifatida nima qilamiz deb olib kelganlar og'ir ruhiy kasalga olib bormaydi. Lekin buni o'sha trigger omili bilan ishlanmasa, bu holatga olib keladigan sabab bilan ishlanmasa,
bu holat bemorlar hayot faoliyatida juda ko'p muddat diskomfort chaqirishi mumkin va nevrotik tipda shaxs rivojlanib qolishi mumkin. Ya'ni o'shanday muhitda inson bo'lishi mumkin. Bo'ladi ba'zan shunday holatlar stressdan keyin ahvoli og'irlashdi degan holat ham bo'lgan. Yo'q, unda bemorda bo'lgan bo'ladi. Ruhiy buzilishga moyillik, ruhiy kasallikka moyillik bo'lib, rivojlantiruvchi omil tashqi stress bo'lishi mumkin. Xuddi shu narsani bosh miya jarohatiga ham olishi mumkin. 3 ta bemor bir xil turdagi jarohat, bittasida faqat jarohat va nevrologik o'zgarish, bir bemorda jarohat va nevrossimon o'zgarish, vahmo qo'rquv, o'lib qolishdan qo'rquv, uyqu buzilishi, tanasida qandaydir noxush hislar, yurak urib ketishi, nafas tiqilib qolish yoki travmalar ta'sirida og'ir ruhiy buzilish ham bo'lishi mumkin agar moyillik bo'lsa. Lekin bu narsa bevosita chaqirmaydi og'ir ruhiy kasallikda. Shunaqa savollar kelgan. Mani qabulimga bir ayol kelgan edilar. Qizlarni uzatganlariga 3 oy bo'lgan va vaydod yashamayman bola bilan deb o'sha chet elga turmushga chiqib ketgan. O'zbekistonda 1 oy yashashgan, keyin chet elga ko'chib ketishgan. 3 oydan o'sha noyabrda to'y bo'lgan bo'lsa, 3 oydan keyin oila ajrim yoqasiga kelib qolgan. Ya'ni bo'ldi yashamayman. Yigit umuman boshqacha bo'lib qoldi. Yigit aytadiki, ayolim umuman boshqa qiz edi, men boshqa qizga uylangan edim. Hozir qarasam umuman boshqa ayol, faqat yig'laydi, hamma narsadan norozi. Xullas, mana shunaqa muammo bilan qizni onasi bizga olib keldi. Ko'rsak, o'sha qizda boshlangan, siz mana aytayotgan surunkali stress nevrotik holatga olib kelgan va o'sha konversion buzilish, ya'ni isterik nevrozni yuzaga chiqargan va qizda asosan ozgina bu yog'iga u endi stressni ko'tara olmay qolgan. Ya'ni erini sal gapirib bormi yoki qaysidir tanqid qiladimi, boshqa qiladimi, endi u yig'i bilan, isterika bilan, yo'q yashamayman, ajrashaman degan gap so'z bilan reaksiya bildiradigan bo'lib qolgan. Demak, surunkali stress ham o'sha ma'lum bir muddat, o'sha 3 oy, 6 oydan uzoq davom etganda insonni hayot sifatiga ta'sir qiladi va biz mana tana kasalliklari bilan ishlaydigan shifokorlar bilan ishlaganimizda tanasi sog'lom, hech qanaqa muammo yo'q. O'sha nima adrenal sindrom deydi yoki yana o'sha va hokazo gipotalama gipofiz, gipotalama va buyrak birlashgandagi sindromlar bor. Shularni istisno qilyapmiz deydi, lekin bemorimiz yaxshi bo'lmayapti deydi. Biz ko'radigan bo'lsak, mana shu surunkali stress, ya'ni doimiy kortizol albatta boshqa tana a'zolarini ham faoliyatini ishdan chiqaradi. Nafas yetishmasligiga olib kelishi mumkin, kayfiyatsizlikka olib kelishi mumkin yoki o'sha charchoqqa olib kelishi mumkin. Shuning uchun tanani salomatligini tekshirish bilan birgalikda albatta ruhiyatni salomatligini ham tekshirishni va yana bitta taklif, oila qurishdan oldin yigit bilan qizni o'sha yaxshi bir malakali psixiatr yoki psixoterapevt ko'rigidan o'tkazishni, psixoskrining deymizmi buni, tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki haqiqatan xarakterlar to'qnashadi, temperamentlar to'qnashadi, qadriyatlar to'qnashadi. Endi shunga masalan aytishim mumkin, bizani ko'rayotganlar, biz davrimizda unaqa bo'lmagan, biz bir-birimizga moslashib ketganmiz deb. Hozirgi kunda ozgina vaziyat boshqachada. Mana masalan ruhiy kasalliklarni o'zim tahlil qilganda ham, oddiy mana shu nevrotik buzilishlarni ham rivojlangan davlatlarda ko'proq kuzatilayotganligini ham bilishimiz mumkin. Izolyatsiya sabab, to'qchilik, moddiyatchilik sabab va o'sha tendensiya biz O'zbekistonga ham kirib keldi va bizning farzandlarimizda ham o'sha to'qlikka sho'xlik yoki ozgina qiyinchilikka chida olmaslik kabi, sabrsizlik kabi sifatlar rivojlanib kelyapti. Shuning uchun balki hozir ayni vaqtidir. Ya'ni turmushdan oldin qiz va yigitni ruhiy salomatligini bitta tekshirish va bir-biriga tanishtirish. Mana bo'lajak turmush o'rtog'ing xolirik temperament yoki mana bunaqa tipda, uni mana bunaqa kuchli tomonlari bor va mana bunaqa zaif tomonlari bo'lishi mumkin deb turib munosabatni o'rgatish. Chunki mana bizga kelayotgan oilalar buzilish arafasida keladida va biz buzilish arafasidagi oilalarga bu ilmlarni bildiramiz. Bizni o'sha psixoterapiya, ruhiy salomatlik markazining yana bitta yo'nalishi bu psixota'lim hisoblanadi. Ya'ni oilalardagi juftlarni bir-biriga tanishtirganimizdan keyin terapiya jarayonida ko'p muammolar hal bo'lib ketadi. Xuddi shu kabi hali muammo yuzaga kelmasdan oldin ham buni balki yo'lga qo'ysa, nima deydi, yoshlarimizni baxtli bo'lishiga, halovatda yashashiga, xotirjam yashashiga bitta ota-ona tomonidan bir investitsiya qilingan bo'lardi degan fikrim bor. Endi psixiatriya sohasi
bu bitta katta soha. Bu yillar, misol oxirgi 200 yillikda bu juda avj olib rivojlanib kelgan soha. Endi bu sohani 200 yil davomida olgan natijalari, olgan natijalari, tashxisotlari, insonlar bilan ishlash, boyagi psixota'lim degan narsa bu juda katta bir ma'lumot hisoblanadi. Uni endi 1 soatga 45 minutga sig'dirishni misol aslo iloji yo'q. Shuning uchun shu tomoshabinlarni misol uchun qiziqtirgan savollariga, psixiatriya sohasida aloqador bo'lgan va ko'p bizda uchraydigan sohalarga qarab turib, nasib bo'lsa keyingi suhbatlarda yana bularni kengroq ochib suhbat qilsak bo'ladi shekilli. Bizni kuzatayotgan aziz kuzatuvchilarimiz, demak, mana sizlarga ruhiy kasalliklar, ruhiy muammolar haqida ma'lumot berishga harakat qildik. Shu bilan birga, agar sizni oilangizda, turmush o'rtog'ingizda yoki farzandingizda shunga o'xshash muammolar kuzatilayotgan bo'lsa, albatta biz sizni so'rovlaringiz asosida keyingi suhbatlarni shunga ko'ra tashkil qilishimiz mumkin. Va oilasida shunday yoki farzandi bilan ruhiyatida muammosi uchrayotgan va unga yechim topa olmayotgan insonlar uchun ushbu videomiz havolasini yuborib qo'yishingizni so'rab qolgan bo'lardik.